Men ismim Jasur, bu meni birinchi kreditim. Men bu pullarga hech kimda yo'q restoran qurmoqchiman. Boyib ketmoqchiman. Tre, seni bo'ldingmi? Sur. Ishi yo'qmi? Men Ya. kreditimni to'lashim kerak. Ya, ish yo'q. Davay sur. Meni ham shunaqa kafem bo'ladi. Ha, bo'ladi. Ichmasang bo'ladi. Davay sur. Bir pasda ism oling. Sur. Mani ismim Qaramo, bu meni birinchi kreditim. Men bu pulga uylanmoqchiman. Xotinim menga barakali keladi. Sen bir bebaraka, bir shum qadam ekansan. Seni o'rganimdan beri realam yutqazayapti, polni minusga ham kiryapman. Nima qilasiz aka, berasizmi? Beraman endi, pul yo'q, nima qilaman? Men ismim Shahobiddin, bu meni birinchi kreditim va bunga men spa salon ochmoqchiman. Takoy chotki qizlar moshni qilib massaj qiladi. Kelaverasizlar? Gap yo'q. Yo'qotdimi? Kredit qachon to'laysiz? To'laymiz. Prosta qizlarimni bosib olib ketishdi-da, tushunasizmi? Yangi kredit bersangiz, yangi qizni chaqirardim. Oldin eskisini yopib oling, qachon yopmoqchisiz o'zi? Yopamiz. Menda sizdan keyin ikkita klientim bor. Sirrasi pulini o'tkazib yuboraman. Ismim Tolibjon, bu meni birinchi kreditim. Maqsadlarim katta. Meni ismim Tolibjon, bu meni ikkinchi kreditim. Birinchisini to'lamoqchiman. Mani ismim Binafsha, bu meni birinchi kreditim. Bu pullarga uyamoqchiman. Mani ismim Binafsha, bu meni 5-yigitim, uyda pulini to'la olmadim. To'layman. Nechi pul? Meni otam O'tgan. Men fermerman. Shu desang, zo'r bir otxona ochmoqchiman. Shuni qarz olishga keldim. Kredit. Shu qarzdek gapda. Mama in Dubai. Biznes o'xshab ketdi. Dubayda mazza qilib aylanib turibdi deb o'ylayapsizlarmi? Ana shu olgan kreditimni to'lolmay qochib yuribman. Tabiiyki emas.